O'rtoqlar, bu videomiz iPhone 16 ga olinmayapti. Unda nimaga olinyapti? Albatta mana shu ko'zimdagi Ray-Ban tomonidan ishlab chiqarilayotgan Meta ko'zoynaklariga. O'rtoqlar, bu ko'zoynakni ko'pchilik Instagramda video qilib joyladi, ko'rsatdi o'zini. Faqat mana shunaqa syomka qilishni ko'rsatdi. Men sizlarga birinchilardan bo'lib obzorni joylayman. Sizlar bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar hamda OpenShopga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir bilan birgalikda mana shu ko'zoynagimizni ko'rib chiqamiz. Menga eng yoqqan narsasi rulda ketayotganingizda endi mana telefonni ushlab syomka qilishingiz shart emas. Mana shu achkidan bitta oladigan bo'lsangiz, mana qarang. Shundoq rul ko'rinyapti, qayerga qarasangiz ham bunday ko'rinadi, bu yoqqa qarasangiz ham shunday ko'rinadi. Bemalol hamma taraf ko'raverasiz. Ortiqcha narusheniya ham qilmaysiz. Telefonni ushlab, kadrlaringiz ham, videolar ham zo'r chiqadi. Achkini yuzda turishiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Shunda oddiy achkilardan farq qilmaydi. Ya'ni og'ir emas, xuddi oddiy achki taqib olgandek o'tirasiz. Bitta bosadigan bo'lsangiz, rasmga oladi, mana shunaqa oq chirog'i o'chib yonadi. Bosib turadigan bo'lsa, mana shu tarzda videoga oladi. Ibam yog'imizda chirog'i yonib turadi. O'ng tarafda o'zini datchiki bor. Bitta bosadigan bo'lsangiz, haliga aytgan kolonkalarim orqali musiqa tinglasangiz bo'ladi. Bitta bosadigan bo'lsangiz, musiqa pauza bo'ladi. Pastdan ushlab turib tepaga suradigan bo'lsangiz, ovozi baland bo'ladi. Orqaga qaytaradigan bo'lsangiz, ovozi pasayadi. Xo'p o'rtoqlar, achkiyimizni korobka komplektini ko'rib chiqamiz. Hali menimcha hech kim ham bunaqa yangisini sizlarga videoda ochib ko'rsatmagan. Xo'p, mana sizlar bilan hozir ko'ramiz. Ketdi. Bismillah. Bunaqa o'zini maxsus g'ilofida bo'lar ekan. Voppam, g'ilofiga qaranglar. Bu ham qaranglar, idishi bo'ladi. Ham bundan achki zaryadga oladi. Sizlar buni zaryadkaga qo'yasizlar. Qani ichini ko'ramiz achkini. Wow, achkini qaranglar. Hozir buni sizlarga men bitta to'liq ko'rsataman. Ayt, achkimizni qaranglar. Achkini ko'pchilik men ko'rganda, o'zim ham ko'rganda og'ir deb o'yladim, lekin o'rtoqlar og'ir bo'lmas ekan, yengil, xuddi obishniy achkidagi. Undan tashqari oynalari quyoshga chiqqaningizda qorayadi. Agar sizga achki yoqqan bo'lsa, bu videoni barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Achki haqida batafsil ma'lumotni hamda narxini bilishni xohlasangiz, kommentariyada Meta so'zini yozib qoldiring yoki 71lik 203 66 60 raqamiga OpenShopga qo'ng'iroq qiling. Bemalol OpenShopdan eng zo'r narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi.